Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun 2018-yil 11-4-kunga bugun kuni mashinalar yaxshi ketyapti. Sayyohlar shunday kelajak qadamlar ko'rib, bizning mashhur shaxslarimizni resimlarini tortib ketdi. Hozir men boshqa Xitoyga kiryapman. İmza koydu. Xitoy sayohatchilar ekan buni. Yangi lozunkamni qo'ygandan yo'g'i sayohatchilarni ko'pdan jalb qilyapti. Masalan, Turegin Germaniyalik biraylarga mashhur shaxslarimizni resim tortib oldi. Biz bu proyekt ishlayotgan jurnalistlarni to'g'riliq shu Uyg'urlardan shu tutib ketgan jurnalistlarning ism tizimini resimlardan ba'zan biz proyektga kirgizamiz dedi. خلينا عندي صور مع هذا النصر. هاي اضرب الاسمرة.